Assalomu alaykum omadli ko'rsatuv muxlislari. Sizlarga zo'r yangiligimiz bor. Bitta yuraychan qizartirib qo'ying, videoni oxirigacha ko'ring. Qanaqa yangilikligini videoni oxirida aytaman. Undan oldin aytmoqchi bo'lgan ma'lumotim, bu gal ko'rsatuvimizda 3 ta ishtirokchi qatnashdi va barchalarga ko'rib turganinglar mana shu Damas avtomobillari nasib etdi. Qachon qayerda topshiriladi deganlar uchun ma'lumot. 22-oktyabr kuni 10:00 da Namangan Uchqo'rg'onda, 23-oktyabr kuni 11:00 da Farg'ona Dang'arada va so'nggi manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani bo'ladi. Beruniyga Xudo xohlasa 24-oktyabr kuni 15:00 da avtomobillarni o'z egalariga topshiramiz. Shu hududda yashaydigan barchani avtomobil topshirish marosimiga taklif qilamiz. Kelinglar, ko'ringlar, havas qilinglar, sizlarga ham shunaqangi avtomobillar nasib etsin. Aytmoqchi bo'lgan yangiligim omadli ko'rsatuvni keyingi sonidan boshlab Onix avtomobili o'ynaladi o'rtoqlar. Zo'r tarafi ishtirokchilarning orasida albatta kimdir mana shu Onix avtomobilini yutib oladi. Balki o'sha g'olib siz bo'larsiz. Sog' bo'ling, bizani kuzatishda davom eting.